Ibn Sino tok barglari bilan bosh, ko'z kasalliklarini, quritilmagan barg shirasi bilan dizenteriyani, tok poyasi va shoxlarning kuli bilan teri kasalliklarini davolagan. Xalq tabobatida tok bargi damlamasi yoki qaynatmasi bilan tomoq og'riganda tomoq chayladi. Quritilgan barg kukuni bachadondan qon oqishini to'xtatuvchi dori sifatida 2-4 grammdan ichiladi. Tok barglari qadimdan konservatsiyalarda, ovqatlarda ishlatiladi. Barg mayin nordon ta'mga ega bo'lib, taomda boshqa mahsulotlar ta'mini o'zida singdiradi va xushtam bo'ladi. Ayniqsa yog'li qo'y go'shti bilan mutanosibdir. Barglar tok gullaganda terilishi, tok dorilamagan, barglar nuqsonsiz bo'lishi lozim. Tok bargini taomlarda iste'mol qilish depressiyada yordam beradi. Organizmdagi shish va varikoz, ortiqcha vazn va o'troq hayot tarzida ko'p uchraydi. Tok bargini taomnomaga kiritish, undan kompresslar tayyorlab qo'llash, qon aylanishi va kapillyarlar ishini yaxshilaydi. Shishlar va og'riqlarni kamaytiradi. Venoz dimlanish, varikozning oldini oladi. Tok bargi yurak, qon tomir kasalliklari, insultning oldini oladi. Tok bargi vitamin A manbai, u antioksidant ta'sirga ega. Erta qarish va ko'pgina kasalliklarning oldini oladi. Hujayralarni erkin radikallardan himoyalaydi. Immun tizimi va ko'rish o'tkirligini yaxshilaydi. Tok barglarini maromli iste'mol qilish soch va teri holatini yaxshilaydi. Tirnoqlar va sochlar holatini yaxshilash uchun tok barglaridan choy yoki qaynatma ichiladi. Maydalangan tok bargi tirnoq uchun niqob yoki vannachalarda ishlatiladi. Sochlar yaltiroq, yumshoq va qayishqoq bo'lishi uchun quritilgan tok barglari ustiga qaynoq suv solinib, 15 daqiqa damlanadi. Dokadan o'tkazilib bosh chayiladi. Sochlar yog'li bo'lsa 1 litr suyuqlikka 1 choy qoshiq uzum sirkasi qo'shiladi va bosh chayiladi. Yuzni yumshatuvchi, ajinlarni tekislovchi, terini oziqlantirib taranglashtiruvchi, teri hujayralarini yangilab ultrabinafsha nurlardan himoyalovchi oddiy niqob. Tokning maydalangan yosh barglarini asalga qo'shib 15 daqiqa yuzga qo'ying, so'ng iliq suvda yuvib tashlang. Tok bargi tarkibidagi kalsiy, marganet suyak va tog'aylarni mustahkamlaydi. Kalsiy suyak, tish, shuningdek asab va mushak to'qimalari uchun muhim. Tok bargi mikroblarni o'ldiradi. Kariesning oldini olish uchun, paradan toza yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatish uchun yangi, yumshoq tok bargini yaxshilab sovuq suvda yuving va chaynang. Bir necha daqiqa og'izda saqlang, so'ng tuflab tashlang. Bu og'iz bo'shlig'idagi mikroblar konsentratsiyasini kamaytiradi.